Mana yana bitta yangi gulimiz, xlorofitum guli. Buni bir martalik tuvakda bo'lganligi uchun yangi tuvakka ko'chiramiz. Bu gulimiz xlorofitum guli o'zidan juda ko'p kislorod chiqarganligi sababli bolalar xonasiga qo'ysak ham bo'ladi. Mana uning tomirlari. Baquvvat, ham chiroyli ekan. Xlorofitum gulimizni tagi namroq bo'lishi kerak. Doimiy namroq bo'lishi kerak. Chunki u suvni juda ham yaxshi ko'radi. Ana gulimizni ekib oldik. Suvlarini ham quyib oldik.